Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biza Pillakashlik mahallasida biza mana Pillakashlikda mana shu domlarini hamma biladi. Mana oldida plashatkalari. Mana shu 4 qavatli domlarimizda 4-qavatidan Pillakashlik mahallasi, Pillakashlik ko'chasi 4-qavatdan 3 xonali uyimizda hozir obzorini qilamiz. Pillakashlik mahallasi qayerda deydiganlar uchun mana bu tomonda 35 chorrahasi shundoq infeksion больница bor, sariq kasal больницada shundoq kirib kelishga mana shu domlar bor. Mana shu domdan 4-qavatdan 3 xonali uyni sotuvga qo'yamiz. Mana bu mana podest qismi. Mana bunaqa eshiklar o'rnatib qo'yilgan. Mana hozir ichini ham birgalikda ko'ramiz. Mana shunaqa eshiklar qo'yilgan, ichkarisida oynalari bor. Kirishdan koridor. Kirishdan chap tomonda mana shkaf qilingan. Shkaflari to'g'rida mehmonxona, yonida spalni. Bu tomonda o'ng qo'lda vannaxona, hojatxona va bu tomonda detskiy xonasi. Mana bu detskiy xonasi. Orqasi derazalari akfa qilingan. Bu detskiy xonasi. Mana bu xonasi. Spalni xonasi bu. Mana buni ham mana ko'rib turibsizlar, derazalari, eshiklari hamma narsasi almashgan, remontdan chiqqan. Bunisi vanna xonasi. Buni yonida hojatxonasi. Issiq suv, sovuq suv, gaz, hamma sharoit qilingan. Mana bu mehmonxonasi. Mana bu mehmonxonasi. Mana mehmonxona. Mana bu xonasi oshxonasi bu. Mana oshxonasi. Mana bu balkon qismi mana. Balkonda ham mana oshxonasiga chiqarib balkonga oshxonani buni ham bitta xona qilsangiz, to'rt xona qilib olsangiz bo'ladi. Bu uyimizda shu turish qoladi, hamma narsasi. Balkon ham akfa bo'lgan, tapchan qilingan. Tapchani tagi banka qo'yishga sharoit qilingan. Aristoni konditsioneri yechib qo'yilgan ekan. Ular hammasi shu turish qoladi, hamma narsasi. Ko'rib turgan narsalaring, xolodilnik, gaz, kuxonniy, xullas hamma narsa qoladi. 2 lamchi kreditga uy qidirganlar bo'lsa, 2 lamchi kreditga ham beramiz. Hujjatlariga o'zimiz yordam qilamiz. Narxini 32 ming kelishamiz deb turibmiz. Pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqsangiz, yana ham batafsil kelishib olamiz. Shunaqa uy qidirib yurganlarga, 2 lamchi uy qidirib yurganlarga 2 lamchi kredit qilaman deb yoki mana shunaqa Pillakashlik mahallasidan 3 xonali uy qidirib yurganlarga, tayyor uy, xonadon qidirib yurganlarga tashlab qo'ysangiz, qiynalib qidirib yurishmaydi. Like bosib, podpiska bosib qo'ysangiz, yangi videolarimizdan xabardor bo'lib turasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.